Xitoy tajovuzchilari Sharqiy Turkistonliklarning naslini quritish tadbirlarini kuchaytirdi. Xitoy tajovuzchilari bir guruh tashkillagan bo'lib, bu guruh 2 dan ortiq farzand ko'rgan ayollarning bola yotqisini majburiy bo'g'dirgan. Agar to'y qilib bir farzand ko'rgan ayollar o'zi xalab bola yotqisini bo'g'dirsa, 20 ming yuan mukofot beradiganligi, bolasini bo'lsa 18 yoshgacha barliq ta'minotlarni yaxshi bahramand qiladiganligi haqida tashviqot tarqatgan. Xitoy bu xil tadbirini Sharqiy Turkistonning janubiy rayonlarida amaliylashtiriib bo'lib, navbatda tunji qadamda Sharqiy Turkistonning shimoliy rayonlarida amaliylashtiriishga boshlagan. Xitoy saqchisi Sharqiy Turkistonning janubiy rayonlaridagi bostirishlarni oshkorladi. Li Sheng ismli Xitoy saqchisi o'zining Facebook sahifasida suratlik film tarqatgan bo'lib, mazkur filmda o'z qo'mondonining Sharqiy Turkistonning janubida Uyg'urlar ko'p bo'lganlikdan, shu rayonlarni markazlik ching tutish kerak deb qarab, qattiq ching tutayotganligini, Urumchidagi Uyg'urlarning madaniyat saviyasi yuqori bo'lganlikdan, Urumchida vaqa chiqish ehtimolligining yuqori ekanligini ko'zda tutib, Urumchidagi Uyg'urlarni bo'lsa, texmo ching tutish kerakligini oshkorlagan. 满脑子都是危险，危险在哪儿呢？所以说，当时我也没看到危险，我那心里没有底数。 但是我老感觉到肯定是危险，我老预感到这个地方是有问题。我判断不出时间，但我能判断出地点。我说新疆一定会在乌鲁木齐出问题。他说为什么？我说现在新疆大街小巷都有一个口号，所有的人都在喊：中国的问题在边疆，边疆的问题在新疆，新疆的问题在南疆。我说这句话是不对的。尽管 Saudi Arabistonda Uyg'urlarning madaniyati tonishtirildi. Saudi Arabistonning Jiddi shahridagi xalqaro turk maktabida Turkiya Cumhuriyati mustaqil bo'lganligining 94 yillik munosabati bilan yig'ilish o'tkazgan. Yig'ilishda Sharqiy Turkistonning kiyim-kechak, yemak-ichmak madaniyati tonishtirilgan. Qatar Isroiliyani aybladi. Qatar İsrailiya hukumatining Sharqiy Quddusga 10 ming Yahudi ko'chmanlarni o'rnashtirish plani Falastin xalqining 1967-yildagi chegaralarni asos qilgan, poytaxti Quddus bo'lmoqchi bo'lgan mustaqil davlat qurish loyihasiga aloqador huquqlarini dafsanda qilganlik deb aybladi. Amerika arakanlik musulmonlarga ko'ngil bo'lishga boshladi. Amerikaning Tashqi ishlar ministerligi tarmog'idagi musofir va ko'chmanlar ishlari boshqarmasining vakili Simon Hesseshiu boshchiligidagi bir hay'at Berma va Bangladeshga berib, arakanlik musulmonlarning navbatdagi ahvoli to'g'riliq aloqador o'rin va shaxslar bilan muzokara olib bormoqchi bo'lgan.